Assalomu alaykum, saxovatgar bolalar, sog'ommisizlar, hurmatli obachalar, xudo xolasa proyektimizda o'zgarishlar katta. Yurib bir mashallah deb bir duo qilib qo'ysangiz bo'ldi, hojianalar. Yurib turganlaringizni ina hurmatli obachalar, xudo xolasa Charaxovga bora keldik inshaalloh. Yurib turganlaringizni. Assalomu alaykum, xormanglar. Sog'ommisizlar, ustalar. Charcham yuribmisizlar? Muxtar aka, assalomu alaykum. Nechik oydinmisiz? Abitaga kim xudo xolasa Charaxovga chiqa kelibmiz-ku? Ha, rahmat aka, Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Hurmatli obachalar, xudo xolasa ko'rib turganlaringizni. Joyimiz Charaxovga chiqa keldik. Alloh rozi bo'lsin. Hurmatli obachalar, shu sel e'tiboringizni qaratib tursangiz, ishida endi buyanına joyi qaddi ko'rinib keldi hurmatli obachalar. Buyanına endi e'tibor bo'lmasangizlar, shudagi gelip durgan penabortlara hakkını verip basak, hurmatli obachalar, ustalar hakkını verip basak, inşallah bir savablı işlere kol olup koyan bolamız. Şu rozgülerimizden şu dualarını alıp koyayım. Benim savablı işlere kol olup koyayım da inşallah bolsa bir fark olmalı. Koldan gelince şu ihsan sever inşallah. Eğer şu Allah Teala'ya verip durupma demek, şunun bir ailelerin rızkını size verip durup obachalar bir fark olmayık. Şundan bir az maz köpemez. Hurmatli obachalar, ihsanın köpü azı bo'lmaydi. Ozgina qilsangiz qo'shib tursangiz da albatta yana shu Allah Teala şu tushib turgan daromadingizga yana barakat berib, Allah Teala shu gündan sizin oilangizga bir barakat, qut barakat berib, ko'pchilik duolari ijobat bo'lib, avvalambor qilgan ihsonlaringiz albatta bu her kim qilsa o'zi uchun qiladi. Bir oxiratingizga bir boshingizga soyabon qilg'ay. Bir fark olmaysa da ümitdaman hurmatli obachalar, ko'rib turganlaringizdek gündan güne şöyle proyektimizde o'zgarishlar kattasi bo'lib qo'yatir. Buni ko'z ko'rib qo'yangin hurmatli obachalar. Qalbi poy inshaalloh iloji boricha shu yerda bir ekranda qo'yib turgan karta raqamimizga e'tiboringizni qaratib tursangizlar, xudo xolsa shu rozgilarimizni uyli joyli bo'lishine sababchi bo'lib qo'yamiz. Bu enaxonimiz hurmatli obachalar, farzandlari yo'q, yolg'iz qolib ketgan, qarovsiz qolib ketgan hurmatli obachalar, iloji borsa shuningdek bir aziz bendeleri bir koldan geçe bir ihsan kılıp, şuları bir kollab kuvvetlab, şuların bir dualarını alıp kaçsak, dim bir acayip bollardı hurmatli obachalar. Şunu ayting bu. Çarxay koyada şu yerine geldi hurmatli obachalar, ko'rib turganlaringiz yine qo'shni avalar ham gelip koldan geçe yardım berib turibdi. Şu Rasul og'amdan ham Alloh rozi bo'lsin. Xudo buyursa yana Çarxay koyamiz. İnşallah xudo xolasa shu niyatimiz ertang emas, so'nggi kun Charaxovga qarab qoldi hurmatli obachalar. Iloji boricha şu ekrandaki karta rakamlara itibar kılıp koysanızlar, şuların gelip durgan materialların pullarını verip baramız. Her kimden hurmatli obachalar bir qisha, bir azgina joyina bir qilsangiz qo'shilib qolsa, bir 40 yil, 30 yil sizlarga bir savob yozilib tursin deyman. Alloh rozi bo'lsin barchangizdan hurmatli obachalar. Qo'ldan kelsa shu qo'shnilar ham kelib panavajini xudo xolasa qo'ldan kelsa bir ko'tarishga harakat qilamiz deb turibdilar. Shular ham duo qilib qo'yasizlar xudo xolasa. Lekin hali hurmatli obachalar, hozircha bir 8 milyon pul berib qo'ymiz penabologa. 46 kilayimiz pul turibdi. Ustalara fakat işi betonu qo'yib qo'ygani uchun 4 milyon pul berib qo'ymoq hurmatli obachalar. Boshqa pulimiz bugungi akşamki kechdagi efirdagi bugungi yig'ilgani 1 milyon 200 ming so'm pul turibdi hurmatli obachalar. Qolgan pulimiz hozircha qolmadi. O'zgarish bo'lsa, mana quvonib, so'nib sizlar ham quvontirish uchun videolarda aytcha harakat qilib turibman, lekin hurmatli obachalar, gündüzgi videolarimizda sira bir e'tibor yo'q. İlacı borca ihsan sever insanlara şu videolara taşak koysanızlar, bir savablı işte sizlerden bir ben sizlere sebepçi olganını, sizlerden bir sebepçi olup koysanızlar yaxşı bo'lardi. Bu hurmatli obachalar, viloyat ya bir mahalle ajratish kerak yo'q. Hammamiz Xudoning bandalarimiz. Kimki qilsa, albatta o'zi uchun qiladi ihsonni, albatta ertang oxirati uchun qolaversa shu hozirgi holatdagi Allah Teala shu uyini avvalambor qut barakat bergan har kimning. Qilib durgan ishine barakat bergay, kisa karamlarına barakat bergay, kasblaridan barakat bergay, hunarmand insonlari ihson qilib durgan. Alloh rozi bo'lsin barchangizdan. Hurmatli obachalar, qo'ldan kelsa shu yerda e'tiboringizni qaratib, shu yolg'iz qolgan onamizga shu uylarni bitishga bir shu bo'lib qilsangiz, qo'shib boshlasangizlar, xudo xolasa shu kanalimizda kuzatib o'tirgan hojilar bor, hojatlar bor, shularning duolarini olib qo'ysangizlar, inshaalloh sizlarning Alloh taolaga qilgan ishimiz, amalimiz bir mazul kelib, Allah Teala elbette ertangi oxirat güningizdan bir jannati bilan siylag'ay barchangizni. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin. Hurmatli obachalar esa
Qilinib turgan ihsonlar, qilinib turgan ishlarimizni qo'ldan kelgancha sizlarga yoritib qo'yatirman. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin. Shu ekranda qo'ygan kartorakamizga e'tibor qilib, like'larga bosib, yaxshi gaplarni kommentariy yozib ketsangizlar xursand bo'lamiz. Alloh rozi bo'lsin barchangizdan. Sog' omon bo'lg'aychilar, hurmatli obunachilar.